Heyo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun o'shamen Suzuki Gaming. Bugun sizlar bilan Counter Strike 2 o'yinida 32 ta zombiga qarshi bitta o'zim kurashaman. Bugun biz AWP olamiz va bitta molot olamiz. Shuni o'zi yetadi. Ya oshalar. Men o'ldirishni boshladim bularni. Bularni esa o'ldirishim kelmaydi. Shuncha ketdi hali ham endi bittasi o'ldi. Zombilarni qaraylar oshalar. Xayr. Har yerdan yugurib kelishadi bular. Bo'lmasa do'stini qaraylar. Jinni bular oshalar. Bular jinni o'lishni xohlamaydi-ku bular. Bular. Sekasini qaraylar bularni akalar. Ketdik, u yoqqa boramiz. Tushib ketamiz va qochamiz. Qoch. Akalar o'ldimmi? O'lib ketdim. Akalar yangi raund. Bu raundda biz pulemot olamiz va bularni qotamiz hammasini. Bular o'zidan ketishyapti shekilli. Bitta kelinglar, bitta. Mana shu yerga kelinglar, keyin gaplashaman. Kelaveringlar. Bu o'zim bu yoqdagilarni o'ldiraman. Motoda kamdan kam olishadi. Motoning foydasi juda katta. Zo'rg'a o'qton bo'ldi pulemotga. Bitta mehmon qiladi. Do'stlar, ikkinchi qismi oldin videoda zo'r aktiv ko'rsatganliglar uchun bu video juda ham tez ketdi. Aktiv zo'rligini ko'rib videoni joylashtirmayman. Zo'r qilyapsizlar, молодцы. Biz 89 ta keldik va 4 marta o'ldik. Do'stlar, Counter Strike 2 o'yinida xohlasanglar birga bir o'ynashimiz mumkin. Menga kommentariyada yozib qoldiringlar. Server ochaman, birga bir o'ynaymiz. Endi arizamizni o'zgartiraman.